Assalomu alaykum hammaga. Bizga bugun A32 telefoni kelgan. Telefonni parolni yoddan chiqarib qo'yishgan, o'zlari knopka orqali zibros berishgan. Zibros berishganda ham baribir parol chiqib ketmaydi. Agar ichida Google akkaunti bo'lsa, Google akkaunti so'rab qoladi. Mana zibros berilgan telefon. Ko'rib turganlaringizdek, ichida turgan parolni so'ragan, zibros bergandan keyin prosta ayrim klientlar bor, kelgandan sirazi narxini aytsang, boshi nima bu, bitta to'rtta knopka bilan ochib olsa bo'ladi-ku deydiganlar uchun. Endi buni hozir ichini ochib, oxirgi versiyasi bo'lgani hisobiga ichini ochmasdan ochish iloji yo'q. Server orqali qilsa bo'ladi, qimmat. Klientni cho'ntagi ham ko'tarmaydi, plus eskiroq telefon uchun katta pul to'lashga ham arzimaydi. Shu hisobiga hozir ISP ga ulab, shu tochkalarga ulaymizda yechib olamiz. Mana xuddi sxemada ko'rsatilgandek simlarni tortdik joy-joyiga. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, xuddi shu tochkalarga tortildi. Endi hozir programmatorga ulab Google akkauntini yechamiz. Shu holatda programmatorga uladik. Telefonimiz A32. Mana Triple bu Google akkaunt degani. Endi ustalar tushunadi, oddiy odamlar endi tushunmaydi. Shunga aytyapman, partitionsga o'tamiz. Mana bundoq o'sha FRPni o'chiramiz. Yes. Bo'ldi. Mana hozir endi qaytadan o'qib olamiz. Programmator qaytadan ulashga to'g'ri keldi. Tokdan chiqarib. Qisqasi mana FreeBlock boya aktiv edi, hozir yo'q. Shundoq qilinadi. Oson ish emas. Narxi ham o'ziga yarasha. Telefonni yig'dim. Endi hozir nachat qilib tekshirib ko'ramiz. Tezroq ketish uchun обязательно SIM kartasiz, Wi-Fi siz qilishimiz kerak. Propustitni bosamiz. Bo'ldi, propustit bo'ldi degani bu blokdan ochildi degani. Dalshi dali qilib to'g'rilaymizda klientga beramiz. Sog' bo'lasizlar.